moda Yandex nametya puli amu dostavkara. To jest ale teraz sobie dusat bence bunu bir türlü koyacağız yani bari 5 kilo for. Gelince mama. Oxi, ayni mana kijometan chansım metya, lekin shuma boyad buraran vaya. Aka men vaziratu kunam. Bexafagi faqat qayman 5 kilo bora sendere vetade bordama ne daraja kuchama. Oxi, shuma Hey, shuma lift ame mana lift me burara piyoda name buraran ko. İnsanın 5 kilo bor, aka fiyat yordamcha gapni. Oxi, xonada hech qani istamagan. Men nim soatda merasim, agar ijdatkina men yordam ekin me buraram oxi. Nim soati digar Rahmondagi tokotelnik ramada. Alo. Ben paylaşımda rahatsızlıkta olmuşum. Aka ben mutlu fotoğrafımı koydum da hayır inşallah. Chiqib payda. Ha, atmenitkina oxi, mayli, baring obratno, mayli. Mayli. Давай. Fikrlaringizni yozingizlar. Shu to'g'rimi? To'g'ri emas, mana kuryer, главный kuryer, to'g'rimi shu? Ha? Yo'q. Sen zakazda jurasan, to'g'rimi? Sana 50 kilolik, 40 kilo, 50 kilo chiqmaydi. Ko'p chiqsa bir 30 kilo chiqadi, suvi ko'pda. Kechqurun iftorlikka suv zakaz qildim, Yandex lavkadan. Men deydi chiqarmayman deyapti. 13-etajga deydi chiqarmayman deyapti. Men deydi Yandex'e 200-300 berganiga deydi men 13-etajga chiqarishga majbur emasman deyapti-da. Qayerga to'g'ri keladi bu? Tebol Lift bor. Ol majbur даже 100 kilo bo'lsa ham 5-etajgacha chiqarishga majbur, to'g'rimi? bez lift. Bez lift даже. Lift u bez razisi. Bez lift bo'lsa ham даже piyoda chiqarishga majbur, to'g'rimi? Sen bo'lsang shu kuryering joyida nima qilarding? Chiqarib men bitta bundan tushmaydi-ku. Menga har kuni 50 kilolik tushadi. Tushadi-ya sana ham? Doполнительный pul beradi, onun ustiga, to есть kilo 25 kilodan keyin oyog'i yana Yo, hozir mana kuryer chiqaraman deganda men uydan 500 rubl berib ketyapman mana shunga. Mayli chiqaraman, chivi berardim. Nima deysizlar? Fikrlaringizni kommentariyaga yozingizlar. Men yomon nervim buzildi. Az borib endi ukamiz magazindan olamiz. Boshqalar. Yandex'ga jalb yasam nima bo'ladi? Jalb yasangiz agar kuryer menga tovarni bermadi, shunday chiqarmadi desangiz, kuryerga minus qiladi, haligisi balansidan shu dostavkaning puli и tovarning puli hammasini kuryerga minus qilib qo'yadi. Kuryerga ishlaganini ular sen balansingda pul yetmaydi deb o'tirmaydi-da. Balans birdaniga minusga kirgizib qo'yadi. Agar shu 5000 bo'lsa agar, masalan 5000 ga kirgizib qo'yadi. 9,5 minglik zakaz berdi. Masalan, например, 5000 bo'lsa agar 5000 ga kirgizib qo'yadi, keyin u ishlaydi-ku. Ishlaganini balansga shart snimat qiladi. Shart nima, koronada snimat qilaveradi-da. Keyin haligi qilib. Nima deysizlar? Jalba yazayinmi, yozmayinmi? Mana shuni kommentariyasiga qarab men shunga keyin служба поддержки telefon qilaman, da.